Endanglıq tembr musikalarining qaysi ekanligini bilamsiz. Tuvandagilarni cho'qim anglab baqqanligingizga ishonaman. Birinchisi Dilkuy nomli musiqa. Nurmamat Tursunning sahnada o'rilishi bilan zo'r olqishga erishgan. Bu musiqani tembrning sehriy kuchini haqiqiy namoyon qilgan desak ortiq ketmaydi. Bu musiqa bilan Nurmamat Tursunni tembr shoiri deb atalgan. İkinci Tang Sabası namlı musiqa. Danglik kompozitor muzikant Qurban İbrahim tarafidan ijod qilingan. 1982 yılı Qozog'iston Uyg'ur yoshlik ansambldagi Abduxat Apandi tarafidan chalg'ulashtirib sahnaga olib chiqilgan. 1984 yılı Sehrlik Alma filmining asosiy musiqasi sifatida ishlatilib, texmi mashhur bo'lgan. Bu musiqa kishilar tarafidan go'zal aslimlarni qo'zg'atuvchi sehrlik kuy deb atalgan. Üçüncüsü Kun ve Tün namlı müzik. Yarun namlı Qashqar xalq naqshisi asosida ishlangan. Kishining yurak tarini chekadi. 2003 yılı Nurmamat Tursun o'rinlagan. Kichik vaqtingizda radioda eng ko'p anglagan musiqangiz mushu bo'lsa kerak. To'rtinchisi Chimbuloq nomli musiqa. Xalq ichida keng tarqalgan, kishilar yoqtirib anglaydigan tembr musiqasi. Beşinci Seja musiqasi. Xalq orasida keng tarqalgan tembr va dutor bilan birlikda o'rnatilgan musiqa. Yuqori mahoratni talab qiladigan ritmi murakkab musiqalarning gultaji deb atalgan.